Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, mana ko'rib turganlaringdek ko'chma hammom yasash jarayonlari bo'lyapti. Mana xudo xolisa bitta ko'rishlaring mumkin old fasadlarni ko'rishlarini tanishtirib o'tamiz akalar birma-bir. Mana motorchiklarimiz bor, Dolina motorchik, konditsionerlarimiz. Bu yoqda mana hojatxona unitazli bo'ladi. Bu yoqda esa mana dushovoy xonamiz akalar, portchikalarimiz o'ta ideal holatda ko'rishlaring mumkin. Shifo sifrovoylar aristonlarimiz 80 talik, 50 talik uzr. Simistel o'ynalarimiz hamma yo'g'i joy-joyida joylashgan. Yoqqan bitta laytni gumillatib qo'yamiz. Akalar mana ko'rib turganlaringdek ko'chma hammom yasash jarayonlari ketyapti. Xudo xolisa bitta andijonga bo'ladi. Yoqqan bo'lsa layt gumillatib qo'yasizlar. Rakovina, o'ynak, motorchik, kirmoshinaga teng xut suvlarimiz. Bunga o'ylagan bo'lsa bunisi esa soch fen quritkani. Mana bu yerda ham mana ikkitaligimiz bor. Ariston bilan vitexga bo'lsa, motorchikka bo'ladigan bo'lsa, mana bunisi fenga bo'ladi akalar. Mana yoqqan bo'lsa laytni bosib qo'yasizlar, ikki xonali bo'ladi. Avtomat pulchatlarimiz joy-joyida o'ta ideal ishlangan. Mana bu yerda mana simistellarimiz. Ko'rishlaring mumkin, ikkinchi xonasi. Yoqqan bo'lsa laytni bosib qo'yasizlar. Razmeri keladigan bo'lsa, razmeri 3x170 lik bo'ladi. Narxi 17 million so'm bo'ladi. Manzil Farg'ona viloyati Beshariq tumanida joylashgan bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, mana ko'rib turganlaringdek ko'chma hammom, ko'chma hojatxonamiz 3 tasi bitta. Mana bu ko'rishlaring mumkin. Razyevalkasi, razmeriga keladigan bo'lsa, razmeri 3x2 lik bo'ladi. Motorchiklarimiz bor, Dolina nasos, konditsionerlarimiz bor. Shifo sifrovoylar aristonlarimiz, rakovinalarimiz, o'ynalarimiz hammasi joy-joyida cho'tka ishlangan. Yoqqan bo'lsa laytni bosib qo'yasizlar akalar. Ko'rishlaring mumkin. Bunisi yuvinish xonasi, sifrovoylar o'ta ideal holatda ishlangan, Dolinaga yonadi. Graflar ko'rsatib turadi, portchikalarimiz har bitta xonasida bor akalar. Bunisi mana unitazli bo'ladi. Bu yoqda ham portchikalarimiz bor, mana ochib ko'rsatamiz akalar. O'ta mana, yoqqan bo'lsa laytni gumbillatib qo'yamiz. Qaytaratamiz, razmeri 3x2 lik bo'ladi. Mana kirmoshinaga joylarimiz bor. Hamma yo'g'i joy-joyida. Manzil Farg'ona viloyati Beshariq tumanida yasalyapti akalar. Yoqqan bo'lsa laytni gumbillatib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, mana ko'rib turganlaringdek ko'chma hammomimizni o'zimizni qishloqqa olib kelib qo'ydik. Mana ko'rishlaring mumkin. Naporlari o'ta ideal holatda ishlaydi. Vitex muzlatyapti mana. Xohlasalar mana sensorlar ishlashni qarang mana. Sensor yonadi mana. Masalan, o'chiramiz. Mana yoqamiz. Naporiga o'ta ideal vaqt cho'tka yonadi. Dolinaga ishlaydi akalar. Shunga mana shunday ko'chma hammomlar kerak bo'lsa, zakaz bersalaring yasab, manzillaringga yetkazib beramiz. Usta nuqtalarini qilib mana 80 talik ariston motorchiklar
ishlash holatlari mana hozir avtomatik motorchik Dolina bilan ishlaydi. Mana suvimiz ham qaynadi. Ko'rishlaringiz mumkin. Qo'lda kuydiraman deydi bolalar. Yoqqa bo'lsa like bosib qo'yasizlar.